Bu urushda Eronni qahramon sifatida namoyon qilish xato emasmi? Axir urushni Eron emas, jinoyatchi yahudlar va uni malayi bo'lgan AQSh boshladi-ku. Agar urushni Eron Falastin xalqini himoyasi yoki ozodligi uchun deb o'zi boshlaganida edi, bunday da'vo qilinsa bo'lar edi. Uning bugungi kundagi Isroilga bo'layotgan qarshiligi faqat o'zini himoya qilish uchundir. Falastinga berayotgan yordami esa o'z manfaati uchun oqayotgan qonlardan siyosiy vosita sifatida foydalanish maqsadida qilingan xolos. Bu yerdagi eng katta fojia Eron rejimining o'z jinoyatlarini islom, ahli bayt muhabbati va Falastin ozodligi niqobi ostida yashirishi. Lekin asli haqiqat shundaki, Eron rejimi Suriyada sunniylarni ustiga bombalar yog'dirib, 600 mingdan ziyod kishini shahid qildi. Iroqda sunniy ayollar va bolalarni uylarini yoqib, ularni ko'chib ketishiga majbur qildi. Yamanda 9 ming odamni, shu jumladan bolalarni oshkora o'ldirib, qiynoq qildi. Livanda Hizbulloh orqali davlatni bosib oldi va sunniylarga qarshi terror uyushtirdi. Eron rejimining har bir jinoyati islom niqobi bilan yopilgan. Biz keltirgan har bir dalil Eron rejimini asl yuzini ko'rsatadi. Bu teografik mafiya bo'lib, uning maqsadi faqat o'z hukmronligini saqlab qolish va atrofdagi mintaqalarni buzishdir.